Qadrli obunachilarimiz, assalomu alaykum. Navbatdagi darvozamizni Namangan viloyati Kosonsoy tumaniga olib kelib o'rnatdik. Samarqand fason darvoza. Darvozamiz eniga 4 metr, balandligi 3.10 bo'lgan. Polni aylan atrofi 10lik rossiyskiy shivillerda bo'lgan. Darvozamiz 3 qavat variantda bo'lgan. Polni shumka bo'lgan. Ekstra shumkada qilingan buni. Xo'p, darvozamizda endi polni video obzorini qilib o'tamiz. İçlari ramkalari 6x4 profil 1.7 stenka bo'lgan. Lislari 1.8 lik lis bo'lgan, orqa tomoni 1.5 lik lis bo'lgan, ichiga utubnitel solingan. Отдельный kalitka bo'lgan. Kalitkamizda eniga 1 metr qilib yasalgan, balandligi polni o'sha shivillerlarda haqqi bilan 3 metr ochiladi. Xo'p, zamogini domofon haqiqiy o'zini domofon zamokdan qo'yib berilgan. Tashqari turib kodlab qo'yilsa, egalari o'zlari olib keltirib berganlar. Polni o'zimiz ustanovka qilaveramiz bu domofon zamokni ham. Endi ichkariga o'tamiz. Darvozamiz mana ochilib yopilishi, mana qanotlari qo'yilgan joyda qotadi, turadi. Ichkariga olib keling. Ichkarini obzor qilib beraylik. Orqa tomonni deganlarga orqa tomonni ham ko'rsatib o'tamiz. Endi mana orqa tomoniga kelsak, orqa tomoni tekis listdan bo'ladi. Mana ekstra shumka bo'lgan. Steklovata ham solingan, двойной qilib. Mana bu отдельный kalitkasi. Zamoklarni ham yaqinroq oling. Mana bu zamoklari. Ichiga batareyka tushadi. 8 ta batareyka tushadi. Mana bu orqa tomoni. Endi bunisi bu qanoti. Bu qanotida darvozamizni ochib yopiladigan sentruchka deyiladi. Tepa pastiga chiqib tushadi. Yopib qo'yganda. Mana qo'yilganda joyida qotadi mana. Hech qanday muammosi yo'q buni. Ochilib yopilishi yengil. Yosh bolalarimiz ham ochib yopishaveradi bemalol. Kimdadir agar ushbu darvozamizga, ya'ni shularga o'xshagan darvozalarimizga ehtiyoj bo'lsa, video ustiga nomerlarimizni qoldirib o'tamiz. Bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Biz sizlar bilan bog'lanamiz. O'zbekistonning 12 ta viloyatiga dastavka ustanovka xizmatlarimiz bor. O'chir.